شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Kardeşler biz bugün Sure Bakara'nın 136. ayetiga keldik. Ayetimizin mazmuni ilgirki derslerdeki oturup yolga mazmunlarının davamı. Yani biz ilgirki ayetlerde bütün peygamberlerin Adem Aleyhisselam'dan ta Muhammed Aleyhisselam'gacha hammasininki epkelgen yolunun bir işkellikki o bolsumu İbrahim Aleyhisselam aşkar oturup koyup hak meydanıda caranlık ifadeleyen La ilahe illallah Muhammedun La ilahe illallah degen bu şuarının İşkellikki Allah'tan başka hiç kandak bir ilahqa itiqat qilmaymizsa faqat bir Allah qilan ibadat qilamiz degan bir ilahliq itiqadi işkellikini biz oturuq o'tgan. Şu asosda biz ilgili derslerimizde ahli kitap Banu İsrailga bo'libmi Yahudilarga ig'ir darajada raddiya bergandik. Yani ularninki din nomidan to'qiyotgan aytayotgan yolg'onlarninki o'tirg'a chiqayotgan düşmanliklarininki dinlarga hech qanday aloqasi yo'qligi, samoviy shariatlarning aloqasi yo'qligi, bularninki o'zini İbrahim Aleyhisselamning avlodi biz. İbrahim Aleyhisselam bizning rahbarimiz degandek yolg'on yovdaqlarining butunlay asossiz ekanligi. İbrahim Aleyhisselamning faqat merosxo'rlarininki İbrahim Aleyhisselam ip kelgan yo'lda mangdiganlar bo'lganligini biz ilk darsda deb o'tgan. Shu asosda biz İbrahim Aleyhisselamning milleti yo'li deb bir iboratni so'zlagan tukaldiği derslerde. Yani biz küçük vaqtimizdan tatib deydik ki sen kimning milletida desa İbrahim Aleyhisselamning milletida, İbrahim Halilullahning milletida deb. Bu millet til noktasidan ayrılgan millet emas, yo'l noktasidan ayrılgan millet. Yani bu yerdagi millet uqumu din, yo'l uqumu hisoblanadi. Aldığın dersimizde mi şu asasda milleti İbrahim Hanife deb bir ayet oturuq qo'yildi. Ve ma kana minal mushrikin. Bu yo'lninki ifadeler yani hakikat mahiyetler oturuq qo'yildi. Bugungi dersimiz şu milleti İbrahimning texnik kengaytirilgan shakldagi aniq izohati. Allah subhanahu wa ta'ala milleti İbrahimning nima ekanligini bizga tushuntirib davatidi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ dedi. Yani sizler dağlar ki Allah'a ve biz Allah'a iman ettik ve bizge düşürülgen kitaplara iman ettik. De bulup İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a, İshak Aleyhisselam'a, Yaqub Aleyhisselam'a vel esbab degeni şu vaqt Yahudilarning ki bütün şu vaqtdagi qabilalarga ait şu vaqtdagi ummatlarni ko'rsatdi. Şu ummatlarga Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve bütün peygamberlerge birilgen, düşürülgen kitaplarning hammasiga iman etdik. Biz ulardan hech birisini o'tirni ayırmaymiz. Biz Müslüm Allah'a iman etgan özümüzün tapşırgan kişiler davatıdır. Yani bu yerda o'tirib qo'yayotgan narsa nima desa, İbrahimning ayrım dinida din yo'q. Musa'nın ayrım dinida din yo'q. İsa'nın ayrım dinida din yo'q. Tevratning ayrım dinida din yo'q. İncilning ayrım dinida din yo'q. O'xshash bir din. Uning manbasi bir, u o'zim Alloh tarafidan kelgan, kelgan payg'ambarlar har xil shaklda kelgan bo'lsa-mu,
Şu yaşayotgan zaman, makanning sharoitiga qarab turib bir qism ahkamlarda farq bo'lsa-mu, olib kelgan umumiy prinsipi o'xshash u bo'lsa-mu, Allohdan boshqa iloh yo'q deb e'tiqod qilish. Mushu aqidani asos qilgan shaklda kelgan dinda buni Alloh subhanahu va taolo o'tirib qo'ydi. Ya'ni bu yerdan biz shuni tushunamizki, ma oyat ilgirki darsi bayatın deganimdek millati İbrahimning izohati. Millati İbrahim degan nima onda bo'lsa desa, biz bu oyatni yig'inchoqlab shirksiz holda Allohga yolg'iz iymon etish. Allah bizga tushirgan Qur'onga iymon etish. İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub, asbatlar masalan, Musa'ga tushirilgan Tavrat deymiz, İsa İncil deymiz ve bütün peygamberlerge umumiylik berilgan bütün kitaplarga, ta'limotlarga, o peygamberler olib kelgan shariatlarga iymon etdik. Mana bu millat İbrahimning nimasi izohati. Yani Adem alayhissalomdan tortib ta hozirga qadar Allah tarafidan bizga to'g'ri kelayotgan, to'g'ri yetkazilayotgan uqum nima desa, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah degan e'tiqod. Bu aqida. Bu aqida birdan bir bütün peygamberlarning o'rtaq aqidasi. Yani aqidaning birlik masalasi. Bütün peygamberlar. Ondan keyin koinotning birlik masalasi. Bütün koinotga nisbatan o'xshash qarashdi biz. Alloh subhanahu va taolo bütün koinotni yaratquchi, Alloh urunlashtiruvchi, bütün şeyning hammasi vahid ahad bo'lgan, yolg'iz bo'lgan Allohga nima oid. Buningdan yuqoridagi iymon, e'tiqod birligi va koinot birligidan sidqi chiqqan har qanday narsa hammasi ilgirki dinlardagi o'zgarib ketgan taraflar. Allohga nisbatan bir tuhmat o. Masalan, hozirgi ko'z oldimizda xristianlar ko'tarib olgan Injillar deymiz. Yahudlar da'vo qilayotgan Tavrat deymiz. Buningda yuqorqi biz degan shakldan bir ilohlik, Allah'tan başka ilah yok. Allah yalğız, onun şeriki yok. Bütün dünyanı Allah yaratkan, bütün işlerini Allah uğurlaştırgan, her nersini Allah vahid, her nerse Allah'a ait diyen itikadın çıqqanligi din namıda. Meyli o Hristiyan dinindeki talimatlardan bir talimat olsun, ya ki Yahudi dinindeki talimatlardan bir talimat olsun, ya ki özüne her qanday bir nam bilan atılan yeni bir dindeki bir talimat olsun, yuqorqi birliktin. Aqida birligi, dünya birligidan halqagan har qanday narsa bu o'zgartirilgan. Allohga nisbatan tuhmat, Allohga nisbatan iftira, biz buni qabul qila olmaymiz. Endi oyatning 5-ida qulu amanna billahi va ma unzila ilayna. Dangla Allohga iymon etdik va bizga tushirilgan degan biz kimni ko'rsatdi? Biz mu'minlarni ko'rsatdi. Bizga tushirilgan kitob Qur'on. Qur'on. Endi oyatning oxiriga davom qilsak, Allohga iymon etdik, bizga tushirilgan Qur'onga iymon etdik deb bo'lib, İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubqa, asbatlarga tushirilgan, Musa, İsa'larga berilgan kitoblarga iymon etdik deb bir gap keynidan bog'lab akilindi. Tabiiyki biz Qur'onga iymon etgan ekanmiz, Qur'onga zid narsaga tang iymon etolmaymiz bu yerda. Qur'onga qarshi narsalarga tang iymon etolmaymiz. Ama bu yerda shularning hammasiga iymon etdik deyishga buyurildiki, bu nimani ifodalaydi desa, bu shuni ifodalaydi-ki, İbrahim alayhissalomdan tortib oxirisi İsa alayhissalomgacha bo'lgan tushirilgan bütün ta'limotlar, bütün shariatlarning hammasi Allohning vahiysi. Bütün risolatlarning hammasi yolg'iz, shirk olmagan Allohga ibodat qilishga chaqirdi. O'xshash. Mana bu nokta yuqorqi oyatdan chiqadi. Çünkü hammasi aqadan keyni-keynidan keldi. Biz hammasiga o'rtaq iymon etishga buyurildik. Birisi-birisiga qarshi bo'lgan bo'lsa, qarshi narsalarga tang iymon etib bo'lmaydi. Ishga qarshi narsaning ya aning ishimiz, ya ma'ning ishimiz. Bu yerda hammaga tang ishondidi ya. Demakki, bütün shariatlarningki, bütün payg'ambarlarningki o'rtaq tashabbusi bir. Va nahnu lahu muslimun. Yani biz o'zimizni Allohga topshirdik deyapti. Şimdi dağlar dağıtıdan yani bir yerde. İbrahim aleyhisselam
musulmon dini o'zini Allohga topshirgan bir banda. Buning voqealiklerini o'qidik, inshaalloh o'qiymiz yana. Payg'ambarlar hammasi musulmon, ya'ni o'zini Allohga topshirgan ular. Bundan boshqa, buningga qarshi keladigan har qanday bir ish insoniyatning ijodiyati bu. Alloh o'zini topshirmaydigan. Masalan, islom deganning lug'at ma'nosi bo'ysunguchi, o'zini topshirguchi va topshirilguchi. İki hukumni o'z ichiga oladi. Topshirguchi biz, ya'ni biz o'zimizni topshirimiz, bo'ysunimiz, o'zimizni topshiradigan zot kim o? Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni biz Allohga ibodatda, Allohning yo'liga ergishib mang'ish o'zimizni topshiramiz. Tabiiyki hamda inson o'zini topshirib bo'ysunadigan odam kim bo'ladi desa, inson normalda o'zidan kuchlik, qudratlik, o'zidan bilimlik masalan, o'zidan kuchlik, ya'ni taxmi kuch yo'q. Mana odamga bo'ysunadi insonlar orasida. Tabiiyki, normal insonlar o'rtasidagi bo'ysunishdan hal qilgan bir bo'ysunish bu. Bütün o'zimizning bütün vujudini topshiramiz biz. O'zimizning o'tmishi, hoziri, kelgusimizning hammani topshiramiz. Bunda bo'lgandan tabiiyki, bunda zot kim bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo. Biz shu Alloh subhanahu va taologa o'zimizni topshiramiz. Agar biz yuqoridagi ishlarning birida shak qilib qolsak, bu bizning haqiqiy islomimiz olmaydi. Bu bir xiyolimiz bo'ladi. Biz o'zimizni musulmon deb xiyol surgan bo'lamiz. Biz o'zimizningki yugunimizni, cho'lvurimizni Alloh subhanahu va taologa topshirmasak, biz bu yerda xiyol ko'rgan bo'lamiz. Ya'ni tush ko'rayotgan bo'lamiz. Bu haqiqiy islom bo'lmaydi. Ammo biz topshiramiz uni. Nima uchun topshiramiz? Chunki biz shuningga aminki, biz shuningga ishonch qilamizki, Alloh subhanahu va taoloning qudrati bütün mahluqlarning qudratining ustida. Alloh subhanahu va taolo bütün dunyodan behojat. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizning qo'limizdagi narsalarga ehtiyoji yo'q, balki bizga har turli ne'mat, yaxshiliklarni Alloh beradi. Undan keyin bizga ehtiyoj va birsiga bo'ysunganimiz, uning bizga aql qilgani mesela insonlar o'tirisida o cho'qim bir foyda-manfaatni ko'zlagan bo'ladi. Ammo Alloh butun dunyodan behojat. Butun dunyo iymon etsinmi Allohning hech narsa o'zgarib qolmaydi, iymon etmasimi hech narsa o'zgarib qolmaydi. Müşta holatda turib bizga ne'matlarni beradi. Bunda bo'lgandan keyin bizning o'zimizni topshirimiz kimga bo'ladi desa, buyuk bir mavjudiyat. Ya'ni buyuk Allohga o'zimizni topshirgan bo'lamiz-da bu nuqtadan. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Agar ular sizlar iymon aytqanga o'xshash shahodatga iymon etsa, faqat ehtida to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Va in tavallaw fa innama hum fi shiqaq. Agar ular yuz o'risa, bir shiqoqning ichida bo'ladi. Shiqoq degani bir xatolashish, bir xato yo'l, mashaqqat, jafo degan ma'noda buni sal turib tushuntiramiz. Va huva as-sami'ul alim. Alloh hammani anglab turuvchi, hammani bilib turuvchidir. Biz oyatning izohatining ichiga kirishdan ilgari oyatda bir savol bizga keldi. Fa in amanu bimisli ma amantum bih. Ular sizlar iymon etgan ishqa, iymon etgan narsaga o'xshash birsiga iymon etsa. Yani bunda bir iborat bor. Bu gapni deyishimizning sababi chunki har xil ideyadagi odamlar bo'ladi, mustashriqlar bo'ladi, qusur topquchilar bo'ladi, falsafachilar bo'ladi. So'raydi bu savolni. Shunga biz bu yerda ular so'rashdan oldin o'zimiz so'rab javob berib o'tganimiz yaxshi turadi. Ya'ni oyatda ular sizlar iymon etgan narsaga o'xshash narsaga, ya'ni sizlar iymon etganga o'xshash bir narsaga iymon etsa deb bir iborat keldi. Bu yerda bizga tushadigan savol nima desa, oyatdagi o'xshash narsaga degan ifodaga qaragan vaqtida iymon bir olamdi, ikki olamdi. Ya'ni sen la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymon etding. Bu sening iymoning. Endi boshqa bir odam sen degan gapni demdi musulmon bo'lish uchun, ya shuningga o'xshash bir so'zni demdi. Tabiiyki o'xshash so'zni deydi. O so'zning aynısını demaydi, chunki men deb bo'ldim buni. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh o mening og'zimdan chiqqan so'z. O menga oid. Endi biz oyatda ular sizlar iymon etgan narsaga o'xshash
Yeni bir adam kelip şunun o'xshash sözünün birini deydi. İkisi ayrım-ayrım gap bo'ldi hesapta. Çünkü men aytgan iman manga ait. O menden ayrılmaydı. O la ilahe illallah manga ait. Yeni birisi üzge ait. O onundan ayrılmaydı. Men la ilahe illallah degan bo'lsam, bir iman aytgan bo'lsam, o başka men degandan başka la ilahe illallah deb iman aytgan bo'lsa, bu ikki la ilahe illallah bir xil yani birisi qilganning g'ayrini qilgan bo'ldi. Yani yangi bir narsani ijod qilgan bo'ldi. Yani yangi bir narsani degan bo'ldi. Yani mesela yeni bir misal alaylı, bu da sual tügümüde palani sadakat qilgandek sadakat qil debdi birisi. Mesela ben bir pulni yaxshilik yo'llariga xarjladim. Mesela 10 lira yoki 10 so'm deydi. Birisiga palani yaxshilik yo'liga pul xarjlagandek sen pul xarjlagil degan bo'lsa, u 10 so'm u yo'lga xarjlagan bo'lsa, uning 10 so'm xarjlagan pulisi men xarjlagan 10 so'm pulning aynısı emas. O başqa pul, bu başqa pul. Başta bir misaldan birini әкеліп endi bizga savol qo'ydi. Nima deydi? Xuddi men yaxshilik yo'lga xarjlagan 10 so'm, birisi sen xarjlaganga o'xshash pulni xarjlaydigan bo'lsa, u yana juqudin chiqib 10 so'mni xarjladi, uning 10 so'mi sening 10 so'ming emas, ikkisi ayrım-ayrım pul. Endi ma oyatda sizlar iman etqanga o'xshash, avli iman etsa degan gap ikkining imoni ayrım-ayrım iman bu. İkisi bir iman bo'lmaydi-da degan savolni o'tirib qo'yib qoladi ba'zilar. Belki nadir bo'lishi mumkin bu savol, ammo tafsirimizda kelganligimizni deb aytamiz. Tabii oldimizga uchrab qolishi mumkin. Biz bu xil savolni o'tirib qo'ygan odamga deymizki, sen oyatning ma'nosini tushunmabsan. Bu yerdagi ma'no, ya'ni bir adamning la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah deyishi, mesela sizlarninki, anikin ularningmi la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah deb mush gapni deyishi o'xshash Allah Rasuluga bir iman etgan bo'ladi. Sizlar dedinglarki, boshqa gap, boshqa gap. Ya'ni xuddi ikki pulni xarjlaganning misol qilib turib, u la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah degan gapi o'zining gapi, ayrim gap dedinglar ya. Bu yerdagi o'xshashlik masalasi davatqan gapga qartilmayotdi, balki deyiladigan gapga qartilyotdi. Ya'ni shahodatga qartilyotdi. Masalan, har qanday odam la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah degan bo'lsa, yeni bir odam la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah degan bo'lsa, yerdagi deyilayotgan gap menga oid bo'lsa-mu, deyilgan so'zning üzerine shahodat degan o'qimda o'xshash. Uningmi shahodat, buningmi nima shahodat. Ya'ni bu yerdagi o'xshashlik ayadaki fa in amanu bimisli ma amantum bihi bimisli ma amantumdiki sizlar iman etgan narsaga o'xshig'i ular iman etsa degandagi o'xshashlik etgan imonimizdagi o'xshashlik emas, iboratdagi o'xshashlik. Ya'ni sen degan gapning iboratini u desa. La ilahe illallah da bir iborat var bilimiz Muhammed Rasulullah deb. Mush iboratni sizlarda mu'min bo'ldinglar-ku. Mush iboratni o'qishini ular desa degan gap. Qanaqdir iymon. Chunki mening iymonim o'zimga, uning iymoni o'zga. Mening iymonim o'zim cho'ludi. Mening ishonchim jazmiyatimga qarab bo'ladi. Uning iymoni o'z cho'ludi, ishonch jazmiyatiga qarab bo'ladi. Ammo o'xshashlik degani uning qalbidagi iymoni, mening qalbimdagi iymonim emas, balki iboratga qaratilgan gap. Ya'ni yig'ib akirsak, amaliyotda bak alayda savolmo emas. Ular sizlar degan gapga o'xshash gapni deb iymon etsa degan gap. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi degani, ular sizlar iymon etganlik shahodat kalimasi va o'sha shahodat kalimasiga o'xshash shahodat kalimasini shahodat aytib iymon etsa degan bo'l. Lekin iymon ayrim-ayrim narsa. O'xshashlik shahodatda. Chunki har odamning iymoni o'zida. Har odamning iymoni o'zguchlik bo'ladi. Tamam, biz bundan ketgandan keyin oyatning o'ziga qaytaylik. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Agar ular sizlar iymon etganga o'xshash bu yo'lni tanlasa, ular haq yo'lni topgan bo'ladi, to'g'ri yo'lda mangan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, ular bir qarama-qarshilikka tushib qolgan bo'ladi. Ya sizlar bilan qarama-qarshi yo'lga tushib qolgan bo'ladi, ya o'zaro qarama-qarshi yo'lga tushib qolgan. Chunki bizning ko'zimizga iymon etmagan butun kuffarlarning hammasi o'xshashdek iymonga nisbatan qarishdek tuyulgan bilan bularning har birisining o'zguchlik bir ko'z qarashi va o'zi tanlagan bir o'ziga hidoyat deb qaragan bir yo'l va
Gerçi ular küpürle uçraşkan takdirde mi? Aşıp küpürlükle sebep olduğun amıllarda uçraşmaydı. Yani okşamaydı ular. Hemisi okşaş kafir olsun mu Müslüman bolmağalla? Lekin kafir oluş sebebi tanlagan yol okşamaydı. Her birisi üzgüçlük sebep tanlagan üzgüçlük yolda emas. Şoňaşka bu da fi şiqaq. Şiqaq Arap tilinde lügat manada meşakkadan çıkan. Yani arlık, yeriliş, dağdalaş, ixtilab degan ma'noda ikki narsaning o'tirishidagi ixtilob bo'ladi. Endi misha kelgan vaqtda biz yana bir narsani so'zlash to'g'ri keladi. Payg'ambar alayhissalom hadisda degandek insonning asli tabiatida Allah'ni tunish bor. Mayli o inson aqlida Allah'ni tunuydigan ma'lumotlar o insonda bo'lsin bo'lmasin, asli inson tug'ilgan vaqtida Rasululloh hadisi degandek fitratning asli tabiatini ustiga tug'iladi. Ya'ni meni bir iloh yaratdi, men bir yaratılğıcı deydigan tabiatı tug'iladi. Agar inson bu yo'lni tanlasa, o'zining tabiati bo'yicha mangan bo'ladi. Faqadi tadav degani shu normal. Ammo u yo'lni tanlamasa, cho'qim fi shiqaq. O o'zining asli tabiatiga qarshi yo'l tutgan bo'ladi. Qarshi yo'l tutgan bo'ladi. Buning tabiatida tangfongsizlik ko'rinadi. Cho'qim bir tangfongsizlik bo'ladi. Fasakfikahumullah. Allah sizlarga qarta, sana qarta ularga kupoya qildi. Payg'ambarlarga xitob qilyapti. Ya'ni sen ularning qilgan jangchilarga, ularning san kelgan munozirlarga qarama. Allah sana kupoya qildi. Ya'ni o'zidan boshqa butun san qilayotgan dushmanliklardan hammaga san kupoya qildi. San Alloh yetarlik. Yana bir oyatda sura Zumarninki 36-oyatda deyotdi. Alayhisallohu bikafin abda va yukhawwifunaka billazina min duni va man yudlilillohu fama lahu min had. Allah öz bandasiga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa, yani Allohning tunidagi buning bilan qo'rqitdi. Allah azrat qilishni da'vat qiluvchi bo'lmaydi. Ya'ni har xil buning bilan qo'rqitdi insonni, bu yo'lda manganlarni, ammo Alloh yetarlik insonga. Ya'ni bu oyatning fasayakfikahumulloh degan oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambariga da'vat etdi. Ya'ni Yahudlar, Nasaralar, munofiqlar sana hiyla mikr qilmoqchi bo'lsa, sana aziyat bermoqchi bo'lsa, mu'minlarga aziyat bermoqchi bo'lsa, Alloh sana aytdi. Chunki Alloh hammani anglab, kulib turadi. Allohga hech narsa maxfiy emas. Masalan, Yahudlar payg'ambar alayhisolamni nurg'un qilib o'ltirmoqchi bo'lishdi, sehr qilish orqali aziyat bermoqchi bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo bularning sirlarini bekor qilib etdi. Maxfiy o'g'onlarni o'tirg'a chiqdi. Rasululloh shu sirlarning hammani xabardor qildi. Bular qanchalik oshkora yushru vasitlarni ishlasin, Allah sana bu vasitlarning yomonligidan sana yetarlik. Allah seni saqlaydi. Shuningcha oyatning oxirisida fasayakfikahumulloh va huwas samiul. Allah anglab turadi, bilib turadi. Sen xotirjam bo'l, sen hech qanday aziyat yetkazmaydi. Yani ular deyishayotgan gaplarni Allah anglab turadi. Qilayotgan hiyla-mikr suiqasini Allah bilib turadi. Yani hattoki ular o'zaro deyishgan, planlagan plandan boshqa qalbidagi oy fikir gap so'zlarni hatto so'zlashdan ilgaridan Allah bilib turadi. Shuningcha Allah subhanahu va taolodan bir narsa o'tib ketib qolarmi, menga tegib ketib qolarmi, ob ish bo'lib qolarmi, meni sulab ketam deydigan bir qo'rqinch bo'lmasin senda. Her ish yuz berishdan ilgari Allah subhanahu va taolo u ishni biladi. Har hiyla mikr suiqasla planlanishdan ilgaridan Allah subhanahu va taolo uni betaraf qiladi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sen bilen bolsa, nimadan qo'rqsa, kimdan qo'rqsa, Allah subhanahu wa ta'ala bayağı kim itelaydi sana mesela, kim tigalaydi sana. Sen bilen bu dünyani yaratgan zat, bu dünyani urulashtirgan zat sen bilen ki o zatqa asman zimindeki hech narsa o zatqa hech narsa maxfiy emas yani. Allah subhanahu wa ta'ala qiyomatga qadar va qiyomatdan keyin yuz beradigan bütün ishlarni Allah bilib turadi. Madamiki mengu ojizlanmaydigan kuchlik zot sen bilan billa bo'lgan ekan, mengu o'lmaydigan tirik zot sen bilan billa bo'lgan ekan, har narsani biladigan zot sen bilan billa bo'lgan ekan, sen hech kimdan qo'rqma, chunki sen Allohning aminligisan deb payg'ambar alayhisolamga oyatning oxirida bu shaklda bir vatıda teselli bir vatıda. Bu Peygamber Aleyhisselam'dan berilgen teselli emas. Resulullah'ın yolda mangan her bir varisinin ki hemmisinin özge uygun kılıdığan, hemmisiga uygun kılıdığan bir teselli. 138. ayette Allah subhanahu wa ta'ala imanның mahiyetini bizge tushuntirib davatıdı. Çünkü Yahudiler özüne mümin deb qaraydı, özüne iman etdik deb qaraydı, Hristiyan Yahudiler. Ama ularning qilayotgan ishlari bir shakli ishlar. Qalbining tigida yoki ichki ahvolda sesirchilik,
Çiriklik intayet eğir emasmı? Allah imanını bizge tesirlep iman onda olmayıp deydi. Ne deydi o? Sıbgatallah. Allah'ın sıbgısı o iman degen deydi. Sıbga degen ne muanda olsa rengi keltiriş, bu yaş degen manada. Sıbga degene rengi keltiriş, bu yaş degen manada. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ السِّبْغَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدٌ. Allah'tan mı güzel rengi keltirdiğin, buyaydiğin kişi var mı? Biz Allah ibadet kılımız degen şekilde ifadelendi. Emdi müşahede biz toxtayımız asırak toxtab ütümüz. Sıbga degen neymi o? Hem öyle bilimiz bu yaxşılıkını mesela bir nesini buyayımız rengi çukurap, rehtlerini buyayımız mesela. Yani kızıl, kök, ya xalqan ranglarga boyamış kiyimning rehtlerinde hemmisi boyalgan ranglar. Bilimiz emdi buyaş degen asli buyalmakçı olan nesinin tüşükçüler olsa, yani tüşükçe tüklür olgan vaxtıda, mesela meyli paxtı olsun, yoki yung olsun bir reht var. Çoğun paxtı ve yunglarının bir tüşükçüler olurdu. Talalarının içinde tüşükçüler olurdu. Tüşükçüler bolsa, renk içi kıtıgıca ankirdi. Ama tüşükçüler olmasa, mesela sün'i tala tokulmalar var, bunu buygulanmaydı. Nişqa? Çünkü bayatımız degендek paxtının, yoki yung'ninki terkiplerinde bir cömek turbuğa oxşaş. Otur kavakçı turbuğa oxşaş. Her bir talasıda, her bir kılda bir xil boşluk oludu. Yani turbuğa oxşaş. Biz su ışıltıdığan ele kıyamında oturası kavak turbular var. Şunun oxşaş, eğer onu yoğuntuş mümkün olsa, her bir tüklerde, her bir yiplerinin içi de tüşükçüler oludu. Bu yaş degen neymi o dese, del aşı rengi çukağandan keyin renk tüşükleri tuluk kirkidi dayaga. Manasını bu yaş oludu. Ama sünni talanı buygulanmaydı. Sünni talanı buygulanmaydı. Mesela biz adatda küçük vaqtlarımızda öyge çırak yandırdık. Hazırkıda tok yok vaqtlarda. Bir qaçıga may qo'yamiz. Mayga paxta pilti qo'yamiz endi. Bilisizlar buni. Piltining bir tarafi mayga chukuralgan bo'ladi. Yani bir tarafi o't yaqib qo'yamiz endi. Biz şu küçük vaqtimizdan birimiz bilimiz bunu, meylen kuraklikka qachon. May, aslidagi may paxta orqali, paxta pilti orqali üstü tarafga mangadi. Üst tarafdagi o't şu mayni ko'ydirib chiroq yonidamdi. Buni hamma bilan bilamiz o'z vaqtida. Agar mushu paxta piltini biz paxta piltida ashmay, piltini sun'iy tala bir narsada assak, darhallam kuyib ketadimda u. Biz degandek şekilde chiroqda paxta pilti ko'ymay, aslidagi may eqib chiqib may kuydi. Ama sun'iy talaga almashtirsak, şu paxtini o yerdan may mangmaydi ustiga. Nimishqa may mangmaydi? Çünkü sun'iy talada paxta bilan yungga o'xshash bunda noket, ya'ni tüşükçü olmaydı. Mayla mangmaydı onundan. Şoňaşqa sun'iy tala narsalarni yuğal vaqtda bek tiz chiqib ketdi, tiz yuyulgu bo'ldi. Nimishqa onunda mesela kiyimlerinin sun'iy tala kiyimler var o. Yusa bek tizlami yuyuldu. Çünkü adamның teri yoki topuçanlar kirib oladigan nima yo'q onunda, tüşükçü yok. Ama paxta kiyimler, yung kiyimler yuyuşqa xili iş ketidi. Nimishqa onun tüşükçeleri təvilen adamның bedeninden çıkıdığan təvilen çang tuzanlar bilen tuşup ketdigilik. İşidən çıxıb bulanmay xili japaga düşüdemdi. Yani biz özümüzün gipiga kelsek, biz bu yaş rengi keltiriş degen bir sözünün üstüde ketyapmiz. Ayet çünkü şu sözü işletti. Allah'ın rengi keltiriş, Allah'ın bu işi dedi. Bir yerde bu yaş degen pilini işletti, sözünü işletti. Hem de bu yaş degen bayat mensizligi tushundirgandek bir narsaning tüşüklerigacha, qatigigacha kirib ketish bu yaş oludu. Endi mana üstüden, mana qatigi singmaydigan, ichiga singmay, üstüden bir narsada bu yapıp yaşuva, bunu biz sırlaş deymiz adeta normal Uyghur tilida. Sırlaş bilan bu yaşning farqi var. Sırlaş faqat sirtqi yuzini sirlaydi. Bu yaş vujudigacha, qatigigacha kirib ketadi. Mesela şoňlaşqa ulamalarning bir fatvolari oldu.
ayollar ma tırnaqini, xini yaqish bilan hozir yangi chiqqan hozirgi zamondagi sir xinilar bor. Ikkisining hukmi o'xshash deydi. Amaliyotda o'xshamaydi endi. Burunqi xinilar, bunda ustiga yoqadigan xinilar, bu tirnoqning tirining ichigacha singadi. Ta tiri o'sib, tirnoq o'sib yo'qolmasa mumkin emas. Teri tirnoqning vujudiga singadi. Ammo biz davatgan sir xinilar deymiz, u ustiga lam yoqadi, uni qirib chiqarib atgil oldu. Shu fiqh babida buning hukmi o'xshamaydi ikkisining hukmi. Ya'ni biz bu yerda ikki narsani sizlarga tushundirmoqchi. Birisi bu yosh rengi keltirish pilili so'z bilan, ma'nisi so'z bilan sirlash so'zi. Sirlash sirtdan bo'ladi. Ammo bu yosh rengi keltirish degani vujudidan, ichidan tortib bo'ladi. Endi oyatning o'ziga kelaydi. Allah iymonni sibg'atalloh deb ifodaladi. Allohning bu ishi, Allohning rengi keltirishi dedi. Ya'ni Allohga Payg'ambar alayhisolamga iymon aytish oyatdagidek. İbrahim alayhisolamning yo'liga iymon aytish. Allah o'zining payg'ambarlariga tushirgan shu ta'limotlarga, shariatlarga iymon aytish. Xuddi bu Allah insonni buyurgandek bir ish bu. İlahi buyash bu. İlahi rengi keltirish bu. Buni sibg'a degan so'z ishlatishi, bu yerda Allah xuddi shu rahlarni buyursak, rahlarning talalarigacha, tushklarigacha kirib ketgandek, ma iymon insonning vujudiga, uya buyalariga, butun vujudiga hammasiga singib ketdi degandek ma'noni ifodalash uchun bu yerda sibg'a degan so'z ishlatgan. Yani bu yerda biz shuni tushuna olamizki, Allohning nazarida qabul bo'ladigan iymon rah paxta, nima? Rang paxta yoki yung kiyimlarning tigi singandek insonga singsa, bu Alloh iroda qilgan iymon. Allohning nazarida qabul bo'ladigan iymon bo'ladi. Ammo o vujudimizgacha singmasa, yuragimizdan tortib butun vujudimiz, o'y, fikrimiz, tasavvurimiz, tafakkurimizgacha iymon singmasa, bizga shakli bir tus bersa, sirtimizda biz musulmon, chiroyli, go'zal bo'lib qolsa, bu vaqtda sibg'a bo'lmaydi. U bayat degandek sirlash, arabchada taloq deb qo'ygan, sirlash bo'ladi. Bu munofiqlarning ahvoli. Munofiqlar shaklda musulmon bo'ladi, ichida musulmon emas. Amaliyotda bu Allah subhanahu va taolaning bu shakldagi iymoniy shaklda bizni bu ishi, iymoniy shaklda bir rangi keltirishi bizning sirtimiz bo'ladi. Sirtimizdan birilgan rang emas bu. Vujudimizdan birilgan rang. Nimishqa? Chunki inson yaratilgan vaqtning o'zida, bu dunyoga tug'ilgan vaqtning o'zida insonning vujudida iymon tabiiy bo'ladi. İman fitrat oludu. Peygamber aleyhisselam bu haqda kullu mevludun yuladu alel fitra. Her qandaq bir bala asli tabiat asosida tug'iladi. Bu bala o'zi gap qilib, bir tafakkur qiladigan ya gap bo'lguncha tabiiy bo'ladi. Qattiq tabiiy bo'ladi. Uning ota-onasi uni Yahudi qiladiganimi shu, Xristian qiladiganimi shu, Majusi qiladiganimi shu. Şimdi sana qarab baqsanglar, dunyoda millat ayirmasini, qaysi millat olsun, Arab, Türk, Uyg'ur, Ingliz, har qanday millatning kichik balalarim tabiati asosan o'xshash. Kichik balalarga bir muomala qilsak, ularning bizga qaytarilgan inkosi asosan o'xshash. Aniki ularga aql paydo bo'lib, tasavvur, tafakkur paydo bo'lib, normal odamga aylanib, atrofining ta'sirini qabul qilgandan ularning mijozi, yana bir nimasi o'zgaraydi. Ma hadisdan chiqadigan o'qim nima desa, yani iymon insonning vujudida, tabiatida aslida bor bo'lgan bir rang. Allohning insonga bergan rangi bu asli. Ota-onasi musulmon bo'lib qolsa, shu rang peti yo'naydi u bola. Agar ota-onasi Yahudi, Xristian bo'lib qolsa, uni Yahudi qiladi, Xristian qiladi. Ko'rimizga alqi xristianlarning bir suyi, muqaddas suyi deydi, kichik bolani olib uningga sirtidan cho'kraydi. Bu xil shaklda. Meyadaki Allah subhanahu wa ta'alaning sibg'atalloh degani Allah bizning asl tabiatimizda qo'ygan bir bu yosh. Allah subhanahu wa ta'ala bizga shuni bayon qilmoqchiki bu yerda Allahning qudrat alomatlarining birisi bizning rangimiz har xil, tirlarimizning rangi. Bu Allah subhanahu wa ta'alaning bizni bir bu yoshi,
Şekli jihatdagi tilimizning rengi, masalan, bumu qanaqdir sirtdan bergan rang emasmi, vujudidan chiqqan rang. Agar nigir odamning tirisi kesilib ketsa, uni tengib qo'ysa saqaysak, o'sha nigir pati saqaydi. Nigir tiri paydo bo'ladi uningda. Vujudidan chiqqan bir rang bu masalan. Oq, qora, qizil, bug'doyon har xil insonlar. Buning hammasining rangi sirtki ko'zimizga ko'ringan bir rang bo'lsa-mu, Allohning vujudiga singdirayotgan bir rangi bu. Bizning bu ishi, bu shakli jihatdagi bu yoshlari. Hamda xristianlarningki o kichik balani so'g'i cho'krab elishtirmasan, uningga sirtqi jihati uni so'g'i cho'krab olganda qilgan bilan vujudiga nimranmaydi, rang o'ranmaydi. Chunki din, iymon degan sirtdan keladigan narsa emas. U ichki tarafdan keladi. Shuningga iymon haqiqiy bir odamda o'rin olgan vaqtda insonning butun vujudini titratadi. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Zumarda Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya Qur'onni sifatlab Allah subhanahu wa ta'ala Sura Fatihani sifatlab nimdaydi taqsha'irru minhu juludul ladin yakhshawna rabbahum Rabbining qo'rqadigan odamlar Qur'ondan vujudi titraydi, tirisi titraydi, qo'rludu deydi. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikril annaki ularning tirisi qalbdir Allah subhanahu wa ta'alaning zikriga yumshaydi da'vatidir. Qur'on bizga ashta ta'sir qiladi amaliyotda. Iymon bizga ashta ta'sir qiladi. Ya'ni bu Alloh subhanahu va taolo qalbda qo'ygan bir ta'sir. Bu ichki bir ahvol, sirtdan kelgan ahvol emas. Ammo musulmonlarning g'ayrining iymoni qanday shakldagi iymon bo'lsin, bu sirtqi buyoq bu. Sirtqi buyoq. Sirtdan kelgan ichidagi bunda sirtqi sir buyoq emas, ichki buyoq emas bu. Vujudiga singmaglik, faqat sirtidan sirlab qo'ygani. Chunki bular aslida Alloh subhanahu va taolo bularni rangi keltirgan buyoqni bular tashladi, sirtdan sirladi. Bu sir hamon chiqib ketadi, yoki to'maydi. Biz deymizki, bu islomdan boshqa har qanday shaklda dinga e'tiqod qilganlar, har qanday bir aqidani o'ziga aqida bekitganlarning hammasiga biz deymiz, bu sizlarning bu iymoninglar, bu dininglar sizlar o'zinglar paydo qilib olgan, sirtdan aqilib olgan sir bu. Ama bizning dinimiz bu buyoq vujudimizda bor. Ondan keyin vujudimizdagi buyoq butun badanimizga ta'sir qilib, bizning hayot harakatimizga, yashash uslubimizga hammasiga ta'sir ko'rsatgan deb buni deyalaymiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi hozirgi oyatda sibg'atalloh degani bizga iymon xarakter mohiyatini qanday tushuntiryapti. Iymon dal ayni shu shakldagi, ya'ni butun vujudga singadigan bir buyoq o, bir rang o insonga berilgan. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَ Bu yerdeki sual şekilde koyulgan ayet Allah'tın mı? Güzel şekilde rengi keltirdiğin kim var? Dedi. Ayet mazmunu. Tabii ki bu sual bizge nispeten verilgen cevap şekildeki sual. Yani yok o ha diyen gap yani. İnkar, istifham inkarı dep koyumuz Arapçada. Yani bu ameliyette cevapını üzümüzden çıkırış için verilgen sual ki tabii yok. Yani Allah'tan güzel renk keltirdiğin kişi olmaydı. Ve nahnu lehu abidun. Mana ma'u bizning uni o'qishgan ovozimiz bo'lib, biz Alloh subhanahu va taolo ibodat qilamiz, Allohning buyruqlariga itoat qilamiz. Abid ibodat qiluvchi degani buyurganni qiladigan, to'sqanni yanilgan inson abid bo'ladi. Biz dal shu xil shakldagi abidlardan biz. Ve nahnu lehu abidun. Hamda buyruqlar doim ancha muncha qiyinchilik bilan bo'ladi. Mesela bizden bir ishni qilishni talab qildi. Bu shu ijro qilishni azaqcha patatimiz qanday shaklda olsun, az olsun, ko'p bo'lsin. Cheklimini doim bizga suyimli ko'riladigan bir ishdan bo'ladi. İnson suyimli ko'maydigan ishni tabiiy qilmaydi cheklimisimi? Qarmoq ish qig'imiz va, ammo cheklimi va bu xil shaklda bo'ladi. Chunki inson davomliq naq oladigan bir foyda manfaatni istaydi, foyda manfaatni. Yüzeki menfaatini isteydi. Allah subhanahu wa taala bizni haqiqiy menfaatga yuzlantiradi. Nah menfaat bizga kichikgina, nah tiz bir huzur berishi mumkin. Ammo sizni oxiratdagi mangulik ne'matni to'sab qoladi u. Allohning qudratidan, huzuridan cheklab qoladi. Masalan, siz azanni anglasangiz, namozga qo'ymaysiz masalan, azanni anglab namozga qo'ymadingiz, ig'ir keldi sizga. Özünüzge azıcık bir aram elişini bədəniz azıcık bir oturub alayı. Mesela özünüzni ya bir adam bilen paranlaşıp, ya komissa buna bir nəslərini oynab,
Ondan başqa ma'lum ishlar bilan uni qilib, buni qilib, ish qilib o'zingizni bezledingiz, azroq bir aramagan bo'ldingiz, jiddiy shaklda namozga qo'pmadingiz. Ya'ni sizni jannatga olib boradigan haqiqiy manfaatni kichikgina hozirgi azroq aram elish yoki yana bir narsa, yana bir ko'ngil xushi degandek narsalar sababidan tashlagan bo'lasiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo da'vatudu va innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Bu namoz da'vatudu. Fasta'inu bis-sabr was-salat deb bo'lib va innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Namoz haqiqatan ig'ir keladi. Illoki Allohdan qo'rqadiganlarga ig'ir kelmaydi. Bular o'zlarining Allohga ushurishdiganligini aniq biladi bular. Bularning eng oxirida qaysi kunga qoladiganligini, kimning oldiga boradiganligini, o'zga nimaning asl qilganligini biladi. Shu boshqa bularga ig'ir kelmaydi deyiladi Qur'onda. Demak, ibodat degan nima desa, qilma. Buning o'zi ibodat. Buyruq va cheklama bu ibodat. Ya'ni bizga azroq ig'ir keladi bu. Biz buni qilamiz, ig'ir kelsimi. Bu ibodat. Bizni bir ishlardan to'sadi, biz sal yaxshi ko'rdik, shu ishni qilg'imiz o'tdi, ammo uni tashildik. Buning o'zi nima? Ibodat. Demak, ma oyatdiki va nahnu lahu abidun degani biz Allohning buyrug'iga itoat qilamiz. Chunki ibodatni itoat deb tarjima qildik biz hozir. Chunki biz mushadagi buyurayotganni iloh, ibodat qilinadigan Rob deb iymon etdik. Biz haqiqiy iymon etgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo ig'ir ishlarni bizga suyumli qilib beradi. Yaxshi ko'radigan ishlardan cheklagan vaqtda bizga cheklanishni qolay qilib beradi. Mana bu iymonning haqiqiy nimasi lazzati. Mana bu Alloh subhanahu va taolaning bizga bergan buyuqi rang, bizga ichki vujudimizni tatib bergan bir rang. Bu rang, bu buyoq bizga ibodatni qanaqlamaydi, biralaydi. Bizni ibodatga haydayalaydi. Surah Hujratning 7-oyatida Alloh subhanahu va taolo deydi: "Va alamu aniq bilinglar anna fikum rasululloh." Aranglarda Rasululloh va la yuti'ukum fi kathir min al-amri. Agar ko'p ishlarda sizlarga itoat qilavergan bo'lsa, insonning o'zining xohishi va ani qilgan bo'lsak, ma'ni qilgan bo'lsak, Rasululloh ham ma'qul deb sizlarni bilmagan bo'lsa, la'nattum tiljapada qoldilar. Walakinalloh amma Alloh habbaba ilaykumul iymon. Iymonni sizlarga suyumli ko'rsatdi. Va zayyanahu fi qulubikum. Qalbingizda iymonni go'zal ko'rsatdi. Va karraha ilaykumul kufra wal fusuq wal isyan. Sizlarga kufr, fosiqlik, jinoyatni yomon ko'rsatdi. Ulaika humur rashid. Ana shu to'g'ri yo'l topganlar. Yani bularning vujudida Allohning sibg'isi o'rnaganlar. Allohning sibg'isi butun vujudni ketganlar mana bu. Bu yüzden bularga yaxshilarni qilmoq, savobli ishlarni qilmoq ig'ir tuyulmaydi. To'salgan cheklangan ishlarni qilish ham ig'ir tuyulmaydi. Bu suyumlik. Chunki vujudidagi iymon yangi iymon buyuqi bularni shuna qilishga intiltirib turadi. Demak, Alloh subhanahu va taolo iymonning buyuqi bilan, bu iymonning rangi bilan bizga yaxshiliklarni suyumli ko'rsatadi. Bizning yomonliklarni yomon ko'radigan bir holatga bizni olib keladi. Qanaqdir bu riyo, nifoqlik quysiz emas. Bu riyo, nifoqlikning hammasi sirtdan kelgan sir. Yani bir narsaga ichiga kirolmaydi, faqat sirtini sirlaydi. Munofiqlar dal mush xil sir bilan sirlangan. Bularning sirti qolsangiz musulmon. Sirti qolsangiz taqvo odam. Riyoxo'rlar qolsangiz sirti qolsangiz nay taqvo. Vujudi sesir, ichi sesir. Bu sirga o'xshaydi. Bu xil shaklda emas. Alloh subhanahu va taolo bizga yaxshilikni yaxshi ko'rsatib, yomonliklarni bizga yomon ko'rsatish bu xil shaklda olmaydi. Bizga sibg'a shaklda bo'ldi. Ya'ni rang shaklda, buyoq shaklda bo'ldiki, vujudimizgacha qanaq ketgan, singishib ketgan, biz bilan bir narsaga aylanib ketganki, menga ayrilmaydi. Bu Alloh subhanahu va taolaning bizdan talab qilgan iymoni bu, bizga bergan iymoni bu, payg'ambarlarning avatgan iymoni bu. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu xil iymon rangi bilan ranglangili, bu xil iymon buyuq bilan buyoqlangili, iymon rangiga kirgili, ishimizni, tashimizni hammasini iymon rangiga kirgili nasib qilsin. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.